Assalomu alaykum. Asalarichilar uchun, yangi o'rganuvchilar uchun, hammasi uchun ham lifehack. Bu hozir teshib olib qo'ydim betini. Bularni ham oldim. Hozir yana davomini ko'rasizlar. Mana bu oddiygina piyoz qop. Hamma yerdan topsa bo'ladi. O'zim mebel sohasidagim uchun chevarchilik ham qo'limdan kelaveradi. Dadam bilan ishni boshladik. O'zim mebel sohasini ham olib yuraman doim. Shunaqangi narsalar tayyorlaymiz. Mana bu meni mashinam, shak mashinam. Qachcha. Hozir shularni tikaman endi o'zim. Boshlang. Yo'q, men ishonam. Ancha men o'zimga ishonam. Bu endi asalarilarga oziqa beriladi, boshqa qilinadi. Hozir biz shu beriladigan paytida mana shundayda o'sha qiyom idishi bo'ladi, karmushkasi bo'ladi. Va bunda ochsangiz agar to'zib ketadi. Shu holatda qopqoqni ochamiz, ko'rpani ko'taramiz, shedan kuyamiz. Bo'ldi. Agar to'zmaydi ham boshqa ham bo'lmaydi. Bilganga eslatma, bilmaganga o'rganish uchun qulay sharoit. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Kuzatishda davom eting. Mebel sohasida ham, asalarichilik sohasida ham, xudo xolasa, toy bo'lakimiz